Do'stingiz jinoyat sodir qildi. Sizga ham jazo bormi? Tasavvur qiling, biror bir yaqin do'stingiz yoki bo'lmasam tanishingiz jinoyat sodir qildi. Siz esa uni taniysiz. Shu taniganligingiz uchun sizga nisbatan javobgarlik bormi? Albatta qonunchilikda bu bo'yicha javobgarlik yo'q, chunki shaxsning jinoyatchini tanishi yoki bo'lmasam u bilan do'st bo'lishi uni avtomatik ravishda javobgar qilish uchun asos bo'la olmaydi. Biroq quyidagi ikkita holatda siz jinoyat sodir etmagan bo'lsangiz ham javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Birinchidan, jinoyatni oldindan bila turib uni tashkil etsangiz va jinoyatchiga yordam berib ko'maklashsangiz, bir guruh shaxs sifatida jinoyat javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ikkinchidan, sodir etilgan og'ir yoki bo'lmasam o'ta og'ir jinoyat haqida bila turib o'z vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermasangiz, Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyat haqida xabar bermaslik va uni yashirish bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Unutmang, agar qonunni bilmasangiz, qonun sizni bilmaydi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlardan kundalik tarzda xabardor bo'lib borishni istasangiz, hoziroq sahifamga obuna bo'ling.